Vatanimiz Sharq Turkistonning mo'l yer usti va yer osti boyliqlari butun Xitoy kommunistlarini bo'g'dimoqda. Diyorimizga meva-cheva ishlab chiqarishning 8 yilda 4 hassa eshib, 2010-yildagi 20 milliard yuandan 90 milliard yuanga chiqishi mo'ljallanmoqda. Diyorimizga o'rmonchilik doiralarining sonliq ma'lumotlariga asoslanganda, meva ishlab chiqarishidagi tez taraqqiyot kishi beshiga to'g'ri keladigan kirimning eshishiga sabab bo'lgan. Yezi bozorlardagi kishilarning kirimida 30% eshi ko'rilgan. Bu raqam 13-5 yillik planning oxirgi yili bo'lgan 2020-yilda 40% ga yetkazildi ekan. Sharq Turkistonda yana bir dongli professor tutqun qilindi. Qashqar universiteti ilmiy jurnalining sobiq bosh muharriri Mutallib Sidiqning yaqinda Xitoy soqchilari tomonidan tutib ketilganligi o'tirg'i chiqdi. Mutallib Sidiq Uyg'urcha ism qomusi va arabcha o'rganish kitoblarini tuzgan bo'lib, hozir uning nada tutib turilayotganligi noma'lum. Xitoy davlat raisi Xi Jinping bilan Amerika prezidenti Trumpning bu oyning oxirida Argentinada o'tkaziladigan 20 davlat guruhi yig'inida uchrashish ilib berishi arqasida Xitoy Amerikaning texnika o'g'irlash bilan ayblagan bir doklatiga norozilik bildirdi. Ministerlik bayonotchisi Gao Feng Xitoyning Amerikaga qartilgan tor hujumi faoliyatlarining oshkorligi haqidagi dokladlarga norozilik bildirib, bu dokladning Xitoy uchun butunlay qabul qilg'isiz ekanligini aytdi. Xitoyning talash-tortishlik Janubiy dengizidagi Parasil orollarida yangi qurilish faoliyatlari elib berilayotganligi o'tirg'i chiqdi. Osiyo dengiz ishlari aniqligini tashabbus qilish instituti Xitoyning qurilish faoliyatlariga doir sun'iy hamra rasmlarini e'lon qilib, Xitoyning faoliyatlarining eshishi mumkinligini ta'kidladi. Dokladda yangi qurilishning nima maqsadda ishlatiladiganligining aniq emasligi, lekin harbiy baza bo'lishi mumkinligi o'tirg'i qo'yildi. Finlandiya davlat televiziyasi xabarida aytilishicha, Tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan bayonotda Yamandagi insoniy krizisga mas'ul deb qaralgan Saudiya Arabiston va Arab birlashma xalifaligiga qurol va harbiy ashyo eksportini to'xtatadiganligi bildirildi.